go'shu hushimni so'zing sori qil, jonu ko'nglimni o'zing sori qil, g'amlaring birla ovut ko'nglimni, ma'rifat birla yorit ko'nglimni. Dunyoni hayratda qoldirgan buyuklar, xo'sh, ular kimlar? Butun dunyo tamadduni rivojiga ulkan hissa qo'shgan Imom al-Buxoriy hadislarini yoddan yozganini, Abu Nasr al-Farobiy bitta asarni 100 martagacha o'qiganini, Abu Rayhon Beruniy bir yilda atiga 2 kun dam olganini, Abu Ali ibn Sino kasalliklarni musiqa bilan davolaganini bilarmidingiz? Yoki Jaloliddin Manguberdi g'animlar orasida Qorako'l yo'lbarsi deb atalgani, Amir Temur qo'lida qilich o'ynatib turgan bo'lsa-da, dushmanga shirin so'z aytib, uning iymon topishiga yo'l ochgani sizni hayratga solganmi? Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur kabi ajdodlarimiz qoldirgan ma'naviy xazinaning qanchalar qimmatligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Albatta, ajdodlarimiz qoldirgan meros hamon qadrli. Ular o'z ilmi, halolligi, ilmga nihoyatda chuqur yondoshganliklari bilan barcha zamonlarda dunyo ahliga o'rnak bo'lganlar. Har bir oilada tarixiy allomalar hayoti haqida suhbatlar bo'lsa, farzandlarimiz ham ular kabi keng fikrli, pok ruhiyatli, ilmga chanqoq, fazilatli bo'lib o'sadilar. Bu borada esa mazkur kitob eng yaqin yordamchingizga aylanadi. Kitobga buyuk tarixiy shaxslar hayotidan olingan qisqa, ammo qiziqarli hikoyalar jamlangan. Aziz kitobxonlar, Zarbdor axborot kutubxona markazi javonlaridan ushbu kitob joy olgan. Keling, Zarbdor axborot kutubxona markaziga a'zo bo'ling hamda dunyoni hayratda qoldirgan buyuklar haqida ma'lumotga ega bo'ling.